Assalomu alaykum. Apoptoz dasturlashgan hujayra o'limi. Bunda hujayra ma'lum fermentlar ishlab chiqarib, shu fermentlar ta'sirida o'z o'limini boshqaradi. Bu fermentlar yadro va sitoplazmatik DNKning parchalanishiga olib keladi. Bunda hujayra bo'laklanib, apoptotik tanachalar hosil qiladi. Apoptotik tanachalar fagositlovchi hujayralar tomonidan yutib yuboriladi. Apoptozga sabab infeksiyalar, asosan virusli infeksiyalar, mutatsiya natijasida hosil bo'lgan oqsillar, mutatsiya, radiatsiya, gipoksiya, erkin radikallar ta'sirida DNK shikastlanishi bo'lishi mumkin. Dasturlashgan hujayra o'limi, ya'ni apoptozni keltirib chiqaruvchi patologik omillardan tashqari bu jarayon gomeostaz sifatida yuzaga kelishi ham mumkin. Bunda keraksiz hujayralar o'ldirilib, hujayralarning sog'lom populyatsiyasi saqlab turiladi. Apoptoz vaqtida hujayra ma'lum morfologik o'zgarishlarga uchraydi. Ularni yorug'lik va elektron mikroskopida ko'rish mumkin. Hujayralar burishib, hajmi kichrayishni boshlaydi. Sitoplazma va organellalar zichlashib joylashadi. Yadro xromatini zichlashib, markazda yoki periferiyada to'planadi. Bu piknoz deb ataladi. Shundan keyin xromatin moddasi korreksiyasiga uchraydi, ya'ni tarkibiy qismlarga ajralib, parchalanadi. Mikroskop ostida apoptozga uchragan hujayra qisqargan bo'lib ko'rinadi. Unda zich eozinofil sitoplazma va gematoksofil xromatin moddasining mayda bo'laklari ko'rinadi. Keyinchalik hujayra o'z yuzasida pufakchalar hosil qila boshlaydi va apoptotik tanalar deb nomlangan mayda bo'laklarga bo'linadi. Apoptotik tanachalar o'zida sitoplazma, organella va yadro bo'laklarini saqlaydi. Yodda tutish kerakki, apoptozda hujayralar yallig'lanishsiz o'ladi. Bu bilan apoptoz nekrozdan farq qiladi. Buning sababi apoptotik tanachalar yaxlit plazma membranasiga ega. Bu orqali hujayraning har qanday tarkibiy qismining hujayralar aro bo'shliqqa chiqishini oldi olinadi. Shuningdek, apoptotik tanachalar fagositlovchi hujayralar tomonidan tez taniladi va yo'qotiladi. Hujayra bir necha sabablarga ko'ra apoptozga uchrashi mumkin va ayni sabablarga qarab hujayra o'limi 3 xil yo'l orqali boshlanadi. Ular ichki yo'l, tashqi yo'l va periferin granzim yo'li. Ichki yo'lda mitoxondriya teshiladi va undan apoptozni boshlovchi sitoxrom S oqsili oqib chiqadi. Odatda sitoplazma va mitoxondrial membranalar anti-apoptotik ta'sirli BCL2 va BCLX oqsillarini saqlaydi. Bu oqsillar mitoxondriya membranasi yaxlitligini saqlab beradi. Bunda apoptotik oqsilning sitoplazmaga oqib chiqishi oldi olinadi. Lekin o'sish omillari yo'qligi yoki bu omilning radiatsiya yoki oqsildagi o'zgarishlar sababli faoliyati buzilishi BH3 oqsil qo'zg'alishiga olib keladi. BH3 oqsillari BIM, BAT, BIT oqsillardan iborat bo'lib, ular BCL2 va BCLX oqsillar faoliyatini to'xtatadi va mitoxondriya membranasida teshik ochuvchi BAX va BAK nomli ikkita proapoptotik oqsilni faollaydi. Natijada mitoxondriyadagi sitoxrom S oqsili sitoplazmaga oqib chiqadi. Sitoxrom S sitoplazmaga chiqqach, APAF1, ya'ni apoptozni aktivlovchi faktor 1 bilan birikib, kompleks hosil qiladi. Bu kompleks apoptosoma deyiladi. Apoptosoma kaspaza 9 bilan bog'lanadi. Bitta kaspaza 9 ning ta'sirida boshqa kaspaza 9lar ham faollanadi. Kaspaza 9lar boshlovchi sifatida ish olib borib, ular hujayra apoptoziga olib keluvchi kaspaza 3 va 6 larni aktivlaydi. Bu kaspazalarni muallif jallod kaspazalar deb aytib o'tgan. Sitotoksik T limfositlar yoki CD8 T hujayralar fas liganda va fas retseptorlarning o'zaro munosabati orqali infeksiyalangan hujayralar, o'sma hujayralari apoptoziga sabab bo'ladi. Ko'plab hujayralar o'zida fas retseptorlarini saqlaydi. Sitotoksik T hujayralar esa shunga mos fas ligandaga ega. Shunday qilib, sitotoksik T hujayra o'sma hujayrasi yoki infeksiyaga uchragan hujayraning fas retseptoriga o'zining fas ligandasi orqali bog'lanadi. Bu bog'lanish orqali apoptozni ikki yo'li, ya'ni tashqi va granzim periferin yo'li boshlanadi. Tashqi yo'lda fas bilan bog'liq o'lim domeni deb nomlangan adapter oqsil kamida 3-4 ta fas ligandaning sitoplazmatik uchiga bog'lanadi. Bundan keyin yana bir boshlovchi kaspaza, ya'ni kaspaza 8 adapter oqsil bilan bog'lanib aktivlanadi.
Aktivlangan kaspaza atrofdagi boshqa kaspaza 8 molekulalarini aktivlaydi. Aktivlangan kaspaza 8lar hujayra apoptoziga olib keluvchi 3 va 6 jallod kaspazalarni aktivlab beradi. Fas retseptorning fas liganda bilan bog'lanish paytida granzim perforin yo'li ham aktivlanadi. T hujayralar perforinlar ajratadi. Perforinlar membranada teshiklar hosil qiladi. T hujayra ajratgan boshqa oqsil granzimlar ayni shu teshikdan hujayraga kiradi. Granzim bevosita kaspaza 3 ni aktivlash yoki denkani bo'laklash orqali apoptozga sabab bo'ladi. 3 va 6 jallod kaspazalar xromosoma denkasining va sitoskelet oqsillarining parchalanishiga olib keladi. Denkaning parchalanishidan yadro parchalanishi, oqsillar parchalanishidan hujayra shakli kichrayishi kabi morfologik o'zgarishlar kelib chiqadi. Ammo hujayrada pufakchalar va apoptotik tanachalar qanday kelib chiqishi haqida ma'lumotlar yetarli emas. Apoptotik tanachalar fosfolipidlarga tegishli bo'lgan fosfatidil serin bilan qoplanadi. Shu orqali uni fagositlovchi hujayra retseptorlari taniydi. Bundan tashqari, apoptotik tanachalar immunoglobulin G antitanachasi yoki S3B komplement oqsillar kabi apsaninlar bilan ham bog'lanadi. Bu orqali fagositoz jarayoni yanada tezlashadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xato kamchiliklar uchun uzr. Assalomu alaykum.